Rana 2. bölüm 16. qism. Merdan Gülginani va nars keraklarni ko'tarib oldida chiqib ketdi. Rana Mardonga qarab beshini lang'ishitib qo'ygunicha ularning orqasidan agishib mangdi. Rananing uyining oldida mashinani to'xtatgan Mardon Gülginani Rananing qo'lidan elib, Ranani yo'lab mashinadan tushirdi. Ondan nars keraklarni elib, Ranani uyigacha akirdi. Kim narsangiz bo'lsa, men bir qog'oz yozib beramsiz. Men akirib beray. Dedi Merdan Ranaga. Uyga kirib, Rana bilan Gülginani o'rinlashtirib bo'lgandan keyin. Yo'q bo'ldi. Hozircha hech nima lozim emas. Uning ustiga uydan chiqsamla hamma narsa tal tursa, lozim bo'lgan narsalarni o'zim olib kiray. Helimi ona bola ikkimiz sizni bek avor qilib atdiq. Sizmi endi berib aramaylang. Menga shunday yot odamga muomala qanday muomala qilamsiz? Yo'q, xato tushunib qolmang. Rostda hech narsa lozim emas. Merdan hech narsa demasdan eshikni yetib chiqib ketdi. Rana bo'lsa qaqqan qo'ziqdek yo oldiga mengishni, yo orqaga yenishni bilmay turib qoldi. Merdan xafa bo'lib qolganmidi? Hech narsa demay chiqib ketganiga qaraganda xafa bo'lgan bo'lsa kerak. O'yladi Rana tushlik tomoq qilishni o'yladi-yu, Merdonni xafa bo'lib qolganmidi deb o'ylab, qo'li ishqa bormidi. Uning ustiga 10 kundan beri doktorxonada yetib, uyga texi endi qaytib kelgashga, uyda un bilan go'rishdan boshqa tomoq atgudak say ko'ktatmi yo'q edi. Rana Gülginani elib, ozroq say ko'ktat elib kirib tomoq qilishni o'yladi. Merdan chiqib ketib, birer soatdak balaning o'zining yotadigan yerini rastlab, doktorxonadan olib kelgan narsalarni ratlagan Rana qo'lini endi bekor qilib turganida eshikni birisi chekdi. Kim? Men. Eshikni ocham. Rana? Bu Merdonning ovozi edi. Rana bu ovozni anglab sal hayron bo'lgan bo'lsa-mu, lekin darhol berib eshikni ochib, qo'lida bir muncha narsalarni ko'tarib olgan Merdonni ko'rib, turib qoldi. Qo'lim terib ketdi. Eshikni to'sib olmay bir tarafda turing. Dedi Merdan eshikni ochibla turib qolgan Ranani ko'rib. Siz bu Rana Merdonning qo'lidagi narsalarning ko'pligiga qarab, nima deyishni bilmay bir tarafga surildi. 10 kundan beri doktorxonada yotsangiz, uyda un bilan go'rishdan boshqa yana nima bo'ladi? Damal ishiltib turgan narsalarni akirib turdim. Dedi Merdon qo'lidagi narsalarni oshxona uyiga akirib qo'yg'ash. O'zingiz ratda biling. Haras. Ona bola ishkanglarga tushdi dediganga yaqindagi bir uy ta'mirlashga o'girib buyurib qo'ydim. Ya'ni yarim soatdan keyin akirib beradigan bo'ldi. Siz taqirqingizdan chiqmadingiz. Shuni tomoq etaman deyman. Uch vaqt tomoqlarni shu oshxona nimigo'nglar bo'lsa, desanglar etib yetkazib beradigan bo'ldi. Siz korxonada bugun o'tkazib beradigan bir jiddiy zakaz bor. Bugun mana o'tkazib etdik. Shuni hozir ma'mulsam qat'iy bo'lmaydi. Kim narsalarni bir varaq qog'oz yozib qo'yib tursangiz, men keyingi qaytim kelganda akirib beray. Merdan shundoq degach, qo'lidagi narsalarni qo'yibla eshik tarafga qarab mangdi. Esingizda bo'lsin. Sirtqa qat'iy chiqmang. Shundoq degach, Merdan keyniga o'rilib edi. Keynidan agishib kelayotgan Ranaga so'qilib ketgili tasliq qoldi. Keynimga yonaman deb o'ylagan Rana o'zi yiqilib tushgili tas qoldi. Merdan chaqqonlik bilan Ranani belitini tutib o'ziga tortdi. Ularning lavlari bir-biriga tegishib ketishga tasliq qolgan edi. O'zini sal o'ngshib olgan Rana darhol Merdonning quchog'idan bo'shinib chiqib ketdi. Texi bayila illiq turgan quchqining birdilla so'qoq bo'lib, quruqtilinib qolganini ko'rgan Merdon sal ma'yuslanib qoldi. Lekin u darhol o'zini o'ngshib oldi. Bir yeringiz og'irmagandi? Yo'q, hech narim og'irmadi. Dedi Rana xijilliqdan qizirib ketgan yuzlarini Merdondan ip qichib. Amisi men mangay. Merdon shundoq degunicha uydan chiqib ketdi. Chiqib ketishida eshikni yepib etishni unutib qolmadi. Eshikni yepib chiqqan Merdon yuragini tutib qo'ydi. Yuragi og'riyotdi. Yaxshi ko'rgan odamiga ko'nglidagini deganmaslikdan ortiq azob bo'lmasa kerak. Merdon Rana bundaq o'zini qochirib turayotganda eg'iz etishni muvofiq emas deb biladi. Rana texi Merdonning o'zini yaxshi ko'rdig'ini bilmaydi. Agar bilsa, Merdonni yeniga yaqin yo'latmaydi.
Buni Mardan Ra'no bilan yaqin o'tgan bu 10 necha kunda texmi to'liq tushungan edi. Ra'no shundoq bir qiz. Ah ko'ngil, ammo ehtiyotchan. Kishiga yomonlik o'ylamaydigan, ammo boshqalarning yordamini qabul qilishni xohlamaydigan. Bularning hammasi turmushning ochiq sinoqlarining Ra'noda yetildirgan xarakterlari edi. Agar sharoit yor berganida kimmi jafo tortishni xohlasin, kimmi xohlamagan yukni ko'tarib olishni xohlasin. Ra'noning beshidan o'tkazgan qismatlari uni mushunda qilib qo'ygan edi. Agar turmush uningga ochiqlarini tetitmaganida edi, Ra'no o'z hayotining ota-onasining malikasi bo'lishga haqli edi. Umu baxtiyor kulib yashashga huquqliq edi. Umu baxtiyor turmush kechirishga, xushal kulishga tegishli edi. Baxtda uning nisibisi bor edi. Mardan Ra'noning kechirmishlarini o'ylasala, taqdirning o'zini Ra'no bilan baldirroq uchrashtirmaganiga afsuslanadi. Agar siz bilan baldirroq tanishgan bo'lsam, Gulginam mening qizim bo'ladi. Siz undaq bazmixonlik so'roqchiliklarni tortib yurmagan bo'lardingiz. Bundan burun sizga yordam qilaman. Sizni qo'ydiyanmagan bo'lsam, bundan keyin buning o'rnini to'liqlash uchun tirishing. Sizni va Gulginani qo'g'dishimga ruxsat qiling. deb o'ylaydi Mardan. Mardan Ra'no bilan turgan vaqtining uzargan seri uni texmi yaxshi ko'rib qelyotdi. Ra'no bir qism qizlardek saxtpaz, hiylagar emas edi. Uning xijillik ilkida qizirib qarashlari, Mardan kichikini yaqinchilik qilsa, xijillikdan o'zini ip qechishlari, ba'zida dadillik bilan o'ylaganlarini o'tirg'a qo'yishlari Mardanni magnitdek o'ziga tortib turadi. Mardan Ra'no yotoqda yotgandan beri korxona bilan doktorxona oralig'ida yugurib yurdi. Bu kunlar xuddi parga aylanib ketgandek, hatto yaqin al-og'aynlari bilanmi aloqalashmadi. Mardanning ota-onasimi Mardanning bu kunlarda bak aldirash bo'lib ketayotganligini ko'rib turibdi. Mardan uyiga bak kash qaytayotdi. Ota-onasi Mardandan nima ishlar bilan aldirash yurayotganligini so'rasa, korxonaning ishlari bilan dapli qo'yib, ortiq tushundirmaydi. Bu kunlarda Mardanning kunlari yanala korxona bilan Ra'noning uyi oralig'ida o'tayotdi. Hozir korxonaning ishlari yurishib, aslidagi bir zavod bilan tuzilgan to'xtam, biroqla 5 zavodga ko'payganlikdan odam ko'paytirishga, korxonani kengaytirishga to'g'ri kelyapti. Mardan yaqindan buyon mushu ishlar bilan aldirash bo'lib, hatto beshi qichsimi tatlug'dek vaqt chiqmoqdek darajada aldirash bo'lib ketyapti. Lekin u Ra'no va Gulginani ko'radigan, ular bilan birga bo'ladigan fursatni qo'ldan bermaydi. Har kuni degidek ularning yeniga boradi. Ra'no Mardonga bir necha qitim amdi kelmaslikni aytgan bo'lsa-mu, Mardon yanala Gulginani dastak qilib turib elib, Ra'noni eg'iz ochqizmagan edi. Mardonmu hozircha faqat mushunda qila oladi. Shunda qilib Gulginamu 2 oylik bo'lib qoldi. Gulgina qo'sig'i ichib ketganda, usab ketganda, cho'ng kichik tartib qistab ketganda, yig'lig'ini hisobga olmaganda, Ra'noning qarg'uchisi yo'qligini tushunadigandak xapsi yo'q edi. Kulib turardi. Mardonni to'naydi. Mardon qo'liga ilib erkalasa, viliqqina kulimsiraydi. Mardon, men atadan boshlab ishga boraymikin deyman, dedi Ra'no bir kuni Mardon kelganda tomoq yeb bo'lgandan keyin Mardonga. Ha? Gulginani qanday qilasiz? Gulginani elib olib boraman. Ish qilganda yenimda yotqizib qo'ysam bo'ladi. Tikkuchilik siqida mashinaning u yuqori ovozda bola qanday qaramaladi? Bundaq yetiversammi yaxshi bo'lmaydi. Bola ishkimizga pul lozim bo'ladi. Menmi ishlayolgandan keyin boraymikin deyman. Bola dastlab xap qilgan bilan keyinchi ko'nib qoladi. Puldan qiynalgan bo'lsangiz, men bersam bo'ladi-ku. Men demakchi, men berib tursam bo'ladi. Puldan qiynalganim emas. Uyda hech qilmay bekor o'ltirib kunni kesh qilmoq paktaskan. Navada korxonaga qaytib ishlasam muvaffaq bo'lmaydi deb qarasangiz, boshqa yerdan ish izlab baqsam bo'ladi. Xato tushunaman. Bola bilan qiynalib qolam degan dedim. Kichkina qiyinchilikni deb bekor o'ltirib yaxshi bo'lmas. Ra'no, korxonaga ishga tushsangiz bo'ladi. Lekin Gulgina bilan qiyinchilik bo'lib qolarmi? Biz to'y qilayli degan so'z Mardonning og'zining uchiga kelib bo'lib chiqaramadi. Turmushda hech qanday yerda qiyinchilik bo'lmaydigan ish bo'lmaydi. Men cho'qim yaxshi ishlab ketalayman.
Yana bir gap, ishga tushgandan keyin bizning yenimizga kelib olmagan bo'lsangiz, boshqalar to'g'ri tushunmaydi. Rana, nimishqa bundaq deysiz? Boshqalarning nima deyishi bilan nima qarimiz? Mardan Rananing bu gapini anglabla jiddiylashishga boshladi. Texi amdili yaqinlashishga boshlagan munosabat Rananing ishga tushishi bilan yana yiroqlashib, aslidagi 0 nuqtaga kelib qolsa, Mardanning tirishchanligining hammasi o'xshashla 0 bo'lmandi. Sizning qaringiz bo'lmagan bilan mening qarim bor. Men boshqalarning gapiga qilishni xohlamayman. Ems biz to'y qilaylik. Mardan bu gapning eg'izidan qandoqlarcha chiqib ketganligini sezmadi. Uyning ichi yerga yengni tushsa anglanig'idek darajada jimjit bo'lib ketdi. Gulgina qachonlardadir uxlab qolgan edi. Mardan gapning beshini chiqargankan, mayli natijasining qandoq bo'lishidan qat'iy nazar, amdi oxirini tushirib etishni loyiq ko'rib, Ranaga tushuntirishni davomlashtirdi. To'y qilsaqlar hech qanday gap bo'lmaydi. Sizmi gapdan qo'rqib yashamaysiz? Ras. Men boshqalarning gap so'zidan qo'rqaman, lekin ich og'ritishida yashashdan texmi qo'rqaman. Men sizning ich og'ritishingizga muhtoj emas. Rana, men sizga ich og'ritmadim. Sizni rostilla o'zimning nima da'vatqiningizni bilamsiz? Qiziqqanlik qilmang, qaytib keting. Nima da'vat qilimni aniq bilaman. Rana, men qiziqqanlik qilmadim. Men sizni yaxshi ko'raman. Rana o'rilib, yotoq uy tarafga qarab mangdi. Gapimni oxirigacha anglab beqing. Bo'lamdi. Qaytib keting. Men birdam aram elib olay, charchab ketdim. Dedi Rana qadamlarini to'xtatmasdan. Sizni yaxshi ko'raman. Mang'ishining. Mardan yugurib kelganicha Ranani keynidan quchoqlab oldi. Nemishqado'ri mushudam Rananing ko'z oldida bazmixonadagi heliqi yigitning chiroyi namoyon bo'ldi. U Mardanning qo'lini bo'shtivatdi. Men to'y qilmayman. Chunki bu holatim bilan to'y qilgan holatimni baxtli yashashim notayin. Meni qizim bilan xotirjam yashag'ili qo'ying. Emis men qanday qilaman? Ajiba yaxshi ko'rish gunohmi? Yaxshi ko'rish asli bak go'zal. Anam menga shundoq deydigan. Lekin bu go'zallik menga nisb bo'lmaydigan o'xshaydi. Sizdagi menga bo'lgan hissiyat yaxshi ko'rish emas. Rana, gapimni bo'lmay turib anglang. Dedi Rana o'rilib, Mardonga tikilib qarab. Rananing ko'zlari yosh yo'q turadi. Rana yig'lagan edi. Rananing ko'zlaridagi yoshni ko'rib, Mardonning yuragi og'ridi. Oldiga 2 qadam mansila yaxshi ko'rgan qiz turadi. Lekin Mardon Rananing yana xafa bo'lishidan ansirab, Ranani bag'riga besish uchun so'zilgan qo'llarini tatib elib, oldiga mengishga jur'at qilolmay, beshini langishdi. Men bazmixondan qaytib kelgandan keyin bir umr to'y qilmaslikni qaror qilib bo'lgan. Har bir qiz bo'lib tug'ilg'ichining ona bo'lish huquqi bo'ladi. Gulginani tushirvatmay ep qilishimni o'zimga hamrohlik qilish, ona bo'lish orzuyimni amalga oshirish uchun. Gulginani o'z qizimdek ko'raman. Uni qizim deb bilaman. Gulginani bilib beqib qatori qo'shaylik. Bo'landi. Qing'ir ish 40 yildan keyin oshkorlanadi. U hamon biladi. Men unda qilmayman. Biz demasaklar u bilmaydi. Bek oddiy o'ylaydi ekansiz. Men u oddiy bir odam. Sizga qanchalik ko'zlar tikilib turadi, siz bilmamsiz? Siz degan bir korxonaning boshqaruvchisi. Sizningcha men siz bilan to'y qilsam boshqalar meni nima deb o'ylaydi? Rana, biz hech kim tonimaydigan yurtga berib yozsak bo'ladi emasmi? Meni hech kim tonimaydigan yurtga tex amdili keldim. Amdi yana Gulginani elib sargardan bo'lib so'roqchilik tatqidek holim yo'q. Meni xotirjam yashag'li qo'ying. Rana, amdi tushundirmang. Korxonaga qaytmayman. Boshqa yerdan ish izlab boqay. Bundan keyin bizni izlab kelmang. Rana, amdi qaytib keting. Rana, boyqa gaplarni men demagan bo'lay. Korxona ishqi beravering. Boshqa joydan buningda muvofiq ish o'rin topa olishingiz notayin. Mardon oxiri Rananing joyilligiga taslim bo'ldi. Rana o'ylanib qoldi. Mardonning deganidek Rana boshqa joydan buningdan muashi yaxshi ish o'rnini topa olishi notayin edi. Ozroqli kallasi joyida odam bo'lsa, bu ish o'rnini hargiz qo'ldan bermaydi. Bo'libmi, Rana bu joyda o'zining qobiliyatini texmi joriy qildira oladi. Ham Rana'ga turmush uchun, o'zi uchun, shundaqla yurak parisi qizi Gulgina uchunmi iqtisod lozim edi. Shunga Rana ko'p o'ylanib vaqtni isrof qilmadi. Bir oz o'ylanib olgan Rana eg'iz ochdi. Korxonada menga alohida muomala qilishingizga bo'lmaydi. Qolgan xizmatchilar qandoq bo'lsa, men shundaq. Gulginani bahona qilishingizga ruxsat yo'q.
bo'lmasa men korxonada turmayman. Siz ma'qul. Hammasi siz degandek bo'lsin. Mardan rastilla bu qizning jahilligi oldida amalsiz qoldi. Bundan keyin uygimi bizni izlab kelman. Gulginani ko'ngili kasama bo'lmamdi. Dedi Mardan texmi jiddiyleşib. Yo'q. Siz Ranabek ishib ketdi. Bunda qilsangiz qandoq bo'ladi? Onda sanda kelib Gulginani ko'ngili qo'ymamsiz? Dedi Mardan yana tirkishib. Rana Mardanning ona bola ikkisiga qilgan yaxshiliklarini o'ylab, sal ishkilanib turib qoldi. Lekin bu talabga qo'shilsa, o'ziga yana avorchilik tepib elishidan qo'rqatdi. U bir oz ishkilanib turgandan keyin Mardonga qarab dedi: "Amsa, haftada bir qaytim uyga kelib Gulginani ko'rib olishingiz ruxsat. Lekin men ishdan tushganda kech bo'lib ketadi." Mayli. Men siz ishdan tushgandan keyin kelib Gulginaga 1 soat hamroh bo'lib o'tirsam kifoya. Bek kechki qolmay ketaman. Sizga kafolat beray. Rana 2-bölüm. 17-qism. Mardan shundoq deginicha o'ng qo'lining bigiz barmog'i, o'tir barmog'i va namsiz barmog'ini ko'tarib Ranaga kafolat berib atdi. Rana Mardanning bu qilganini ko'rib, o'zini bak oshiribdi-mu qandaq deb o'ylab qoldi. Shundoq qilib, Mardan bilan Rana, Mardan haftada bir kun Rana ishdan tushganda, Mardan uyga kelib Gulginani ko'rib oladigan. Undan boshqa vaqtda mayli korxonada yoki boshqa joyda bo'lsin, Mardan Ranaga qat'iy alohida muomala qilmaydigan, hatto to'nimasga soladigan bo'lib kelishdi. Rana atsi saharda Gulginani ko'tirib, Gulginaning lozimliq narsalarini cho'ngroq bir sumkaga selib elib, korxonaga qarab yo'l oldi. Amdi Rana o'zining va qizi Gulginaning keyinligini o'ylamasi bo'lmaydi. Yaxshi yashash, yaxshi turmush uchun pul bo'lmasa bo'lmaydi. Ilgari yagona bo'lsa, amdi tatliqini bir farzandning onasi bo'lib qolgan Rana, amdi qizining keyinligi uchun ko'proq o'ylanmasa bo'lmaydiganligini texmi cho'nqur his qilib yetibdi. Rana texmi tirishishi kerak edi. Gulginaning keyin qiynalib qolmasligi uchun, yaxshi yashashi uchun, Gulginani sog'lom cho'ng qilish uchun, bularning hammasi uchun pul kerak bo'ladi. Rana'ning yenidagi bu pul ona bola ikkisining bir necha yil keng qushada yetib xajlishiga yetdi. Lekin undan keyinchi yana yashimasa, yemasa, ishmasa, xajlimasa bo'lmaydi. Gulginaning chiqimimi uning cho'ng bo'lishiga ergishib cho'ngaydi. Bular uchun yana shu odamni o'zi uchun har qo'yga soladigan pul bo'lmasa bo'lmaydi. Uning ustiga hozir Rana uchun Gulginaning holidan yaxshi xabar olishdan, tirishib pul tepishdan boshqa muhim ishimi yo'q edi. Korxonaga Gulginani ko'tirib kirgan Ranani ko'rgan, ilgari Ranani biladigan xizmatdoshlari uning bilan qo'l elishib ko'rishib, Ranadan birdan ahvol so'radi. Ondan hammasi berib o'z ishlariga tushib ketishdi. Boshqa yerda bo'lgan bo'lsa-mu, yana bir hazar Rana bilan quruq gap setishib turadi-mikin. Lekin bu yerda tikuvchilar uchun vaqt demak pul demaklik edi. Shunga bu yerda quruq gap sotadiganlar, bekor o'ltiradiganlarni asosan uchratqili bo'lmaydi. Ranamo mushundaq oldirashchilik, jiddiychilik muhitini yaxshi ko'radi. Chunki mushundaq bo'lganda quruq xayollarni qilg'ili vaqt chiqmaydi. Mardan korxonada kunda bor edi. Uning kelib Rana bilan muңdashqisi, Gulginani erkilatkisi keladi-yu, lekin Rana bilan bitishkuni bo'yicha korxonada faqat Rana bilan boshlanish deb salomlashib qo'yalaydi. Gulginani sexni arlig'an bo'lib o'tib ketib beribli ko'ralaydi. Rananing deyishgan gapidan yengilishidan ansirab, uningdan boshqa ortiq gapni qilolmaydi. Rananing turmushi shunda qilib yana bir ritmga tushdi. Korxona, Gulgina uy o'tirsida kunlar bir-birini qo'g'lashib o'tib-o'tadi. Gulgina opasining tirishib ishlayotganini bilgandek xapimi qilmaydi. Kiyim tikish mashinalarining taraqlab kiyim tikishlari xuddi uning quloqiga Rana allay naqsi o'qib bergandek rohatlanib uxlab ketadi. Cho'ng kichik tarti qistig'anni, qo'sig'i ashqan, usig'anni hisobga olmaganda Gulginaning yig'ilgan ovozimi asosan anglanmaydi. Mardanmo
haftada bir qaytim Ra'noning uyiga berishga oxiri ko'ndi. Haftada 2 qaytim kelib edi. Ra'no eshikni ochib bergili unamadi. Agar yana shunday qilsa, haftada bir qaytimmi Gulginani ko'ygili qo'ymaydiganligini aytib, Mardonni haftada bir qaytim kelishga ma'qul keltirgan bo'ldi. Gulgina 8 oylik bo'lguncha kunlar mush tariqida bir xil ritmda o'tdi. Yaqindan beri Mardonning ota-onasi Mardonni to'y qilishga bekla aldirtib Endi qechib qutulamaydiganligiga ko'zi yetgandan keyin bir kuni Gulginani ko'ygili Ra'noning uyiga borganida Ra'noga qat'iylik bilan yana bir qaytim eg'iz ichib yiqishni o'ylagan Mardon Ra'no oshxonaga chiqib ketgan fursatda gap qilamizmi go'ngrab to'xtamaydigan Gulginaga dada deyishni o'rgatib ketdi. Gulgina? Dada. Davatatti Mardon Gulginani ikki qo'li bilan ko'tarib. Gulgina xuddi Mardonning nima davatqinini bilgandek shundoq davatatti. Ha, yaxshi qizim. Yana dana. Da. Nima qilyapsiz? Dedi Ra'no kirgancha kirib, ochiqlab Gulginani Mardonning qo'lidan tortib edi. Gulgina tuyuqsizla qo'pollik bilan silkangashkimikin chiyqirab yig'lab ketdi. Nima qilyapsiz? Bolam nima qilsiz? Dedi Mardon ochig'i kelgan bo'lsa-mu, Gulginaning texini qo'rqib ketishidan ansirab, ovozini to'vallatdi. "Men bo'shroq gap qiling. Bolam qo'rqitib etdingiz." dedi Mardon Ra'noga ochiqlab. Ra'no ortiq gap qilmay Gulginani yig'idan to'xtatish uchun tapildi. Mardon Ra'noga tikilib, ko'zini uzmasdan qarab turardi. Gulginaning yig'isi bo'lsa to'xtay demaydi. Ra'no oxiri Gulginani yandagi uyga kirib ketib imitdi. Shundala Gulginaning yig'i ovozi pastladi. Gulgina yig'ilganicha uxlab qoldi. Ra'no uxlab qolsa-mu texi yiqitashdan to'xtamagan Gulginaga qarab, o'zining tuyuqsizli vaqirab balini qo'rqitib etganligini o'ylab, ko'ngli yerim bo'lib qoldi. Ra'no Gulginani yotqizib qo'ygandan keyin uydan chiqdi. Mardon texicha boyiqi joyida o'tiradi. Gulginani yotoq uyga elib kirib ketgandan keyin xeyli vaqt o'tib ketgachga Ra'no Mardonni ketib bo'ldi deb o'ylagan edi. Shunga Mardonni texicha boyiqi joyida ko'rgan Ra'noning qadamlari to'xtab qoldi. Biz paranglashib boqayli bo'landi. Bizning aramizda paranglashadigan hech qanday gap yo'q. Boya vaqirganim uchun sizdan kechirim so'rayman. Kechirim. Biz paranglashib boqayli bo'landi. Biz bir qaytim hammani deyishib bo'lgan. Aramizda deyishgudek hech qanday gap yo'q. Qaytib keting, kech bo'lib ketdi. Ra'no, men bugun cho'qim deyman. Gapimni anglab beqing. Agar bu gap siz bilan menga munosabatli gap bo'lsa, eng yaxshisi eg'iz ochmayli qo'ying. Nimishqa? Odam mumkin bo'lmaydigan xayolni azroq surgilik. Siz bilan men xalsaqli cho'qim mumkin bo'ladi. Bu faqat sizning xayolingiz. Biz reallikda yashayapmiz. Reallikka qaytib keling. Xayolingizda yashayapman. Nimish qo'shilmaysiz? Men degan bir bolasi bor ayol. Men faqat sizni yaxshi ko'raman. Menga bunday gap qilmang. Qaytib keting. Menga bir qitim fursat bering. Bo'landi. Faqat bir qitim. Mardon shundoq degunicha Ra'noni quchoqlab oldi. Qo'yib biting. Siz oljib qopsiz. dedi Ra'no Mardonni silkishlab, uning quchog'idan chiqishga urinib. Sizning dardingizni oljib qolsam qolganman. Meni eshittirmang. Sizni birdan quchoqlab olay. Degunicha Mardon Ra'noni teximi chang quchoqladi. Shu dam Ra'noning ko'z oldiga bazmixonada chiroyini to'liqroq ko'rishga muyassar bo'lolmagan heliqi yigit keldi. Men sizni qilchilikni yaxshi ko'rmayman. Avar bo'lmang. Qaytib keting. Ra'no shundoq degunicha Mardonning qo'lidan yo'lqinib chiqib ketdi. Keynidilla Ra'no Mardonni ishtirib degidek eshikdan chiqarib etib, eshikni ichidan taqib oldi. Eshikni ichidan taqib olgan Ra'no putlarining jeni qanmay eshikka yo'langunicha o'tirib qoldi. Sirtdan Mardonning ovozi anglandi. Ra'no, men yana kelaman. Amdi kelmang. Kelsingizmi amdi kirgizmayman. Munosabatimiz mushaychi bo'lsin, qaytib keting. Atsi Mardon Ra'no korxonadan ishdan tushgandan keyin yana keldi. Qaytib keting, amdi kirgizmayman,
dedi Ra'no eshikni ochmasdan. Ra'no, meni kirgizib eting. Biz yaxshilab paralashib baqayli bo'ladi. Avar bo'lmang, eshikni ochmayman. Hech qanday qilib Ra'noga eshikni ochqizolmagan Mardan oxiri qattiq vosita qo'llandi. Ra'no, sanayman. Agar ishni yana ochmasangiz, sizni yaxshi ko'rman deb baqirayman. Bu amal rostilla qarg'a keldi. Mardan sanab ishkiga kelishiga Ra'no eshikni ochib, Mardonni tatibla eshikdan kirgizib, eshikni taqib etdi. "Nima qilmoqchisiz?" dedi Ra'no terik. U Mardanning bundaq joyilligini texi amdilatdan bilib atdi. Siz bilan paralashmoqchiman. Gulgina texi bayla uxlab qoldi. Ra'no, biz to'y qilaylik. Ha? Biz to'y qilaylik. Elishib qapsiz. Chunki Ra'nodek bir bolasi bor. Uning ustiga bolasining dadisining kimligini bilmaydigan bir qizni hozirgidek bundaq vaqtda Mardondek bir to'y qilmagan, hamma jihatdan sharoiti yaxshi yigitlar emas, biror to'y qilib ajrashgan yigitlarmi to'y qilishi mumkin emas. Hatto yaqin kelishni xohlamaydi. Buni Ra'no to'liq biladi. Rost aytasiz. Sizning dardingizni ilishib qolsam qolganim. Meni ilishtirib qo'yaylik dedingiz. Men ko'zingizdan yo'qlay. Shunda qilsam, yo'q. Yo'q Ra'no. Men bundaq deb qo'ydim. dedi Mardon Ra'noning xato tushunib kelishidan ansirab jiddiylashib. Menga bundaq chaqchaq qilmang. Lekin sizni yaxshi ko'rdig'im rost. Biz to'y qilaylik. Gulginani birga beqib qator qo'shaylik. Bo'lamdi. Ra'no buni anglab, Mardon bilan yaxshiroq bir paranglashmay turib, bu ishni bir taraf qilib bo'lmaydiganligini his qildi. Avval uyga kiring. Mardon bo'lsa, Ra'noning to'satdan bundaq yumshoq muomalasidan salbiy normallik his qilgan bo'lsa-mu, lekin xushal bo'lib, Ra'noning keynidan mehmonxona uyiga kirdi. Ra'no ortiq gap qilmay, avval oshxonaga kirib, choy qaynatib, bir chaynak qiziq choy damladi. Uyda bor meva-chevalardan Mardonning oldidagi ustalga tizdi. Andin Mardonning qarshi tarafida Mardonga udul o'ltirdi. "Gapingizni endi anglay, qiynading", dedi Ra'no Mardonga qarab. Bu Ra'noning tunji qitim bundaq o'zini tutib elib, salmoqlik bilan, sovuqqonlik bilan Mardon bilan parangishishi bo'lg'ashqimikin, Mardon sal o'ng'aysizlandi. Ra'no, balkim siz meni birdamlik qiziqchilik bilan bu gaplarni dedi deb o'ylagan bo'lishingiz mumkin. Lekin men sizni rostli yaxshi ko'raman. Siz bilan turmush qurg'im. Gulginani siz bilan bilib beqib qatori qo'shqim bor. Bu mening yurak so'zim. Sizcha bir odamning turmush qurishi qancha odamning ishi? Albatta ikki odamning ishida. Mardon, siz bu gapni hozir mush qitim bilan bir necha qitim dedingiz. Menmi bir necha qitim angladim. Lekin men bu ishga mayli siz qanday qo'yilgan bo'ling qat'iy qo'shilmayman. Ham qo'shilishi mumkin emas. Nimishqa? To'y degan siz degandek ikkila odamning ishi emas, balki ikki oilaning ishi. Siz faqat shu oiladagi bir a'zo xolos. Men siz bilan to'y qilishga qo'shildimmi deydi. Sizning ota-onangiz, qarindoshlaringiz, urug'-tuqqanlaringiz qanday o'ylaydi? Ular qo'shilamdi. Qo'shiladi. Men ularni ma'qul keltiraman. Amsiz sinab beqing. Agar sizning oilangizdagilarning hammasi qo'shilsa, men siz bilan to'y qilishga ma'qul bo'lay. Lekin ular qo'shilmasa-chi, o'ylab baqdingizmi? Ularni cho'qim ma'qul keltiraman. Agar ular qo'shilmasa, endi meni avar qilmasligingizni umid qilaman. Meni xush xabarimni kuting. Gapini davogan Mardon o'rnidan turibla, xushal holda Ra'noning uyidan chiqib ketdi. Mardonni rayidan yondirishga ko'zi yetmagan Ra'no mushu usul orqali Mardon bilan ikkisining to'y qilolmaydiganligini Mardonga bildirib qo'ymoqchi bo'ldi. Ra'noning yenidan chiqibla, udul uyga qaytib kelgan Mardon uyning eshigidan kiribla, chaydondan choy quyayotgan onasini ko'rdi. Hozir xeyli kech bo'lib qolgan bo'lib, uxlaydigan vaqtmi bo'lib qolgan edi. Mardonning onasining salomatligi degandek yaxshi bo'lmag'achqa, dadisimi onasi bilan birga baldirli yetib odat bo'lib qolgan edi. Ha? Texi aram olmadingizmi ona? Dadingiz usab qaptikan, choy akirib berib, andin aram olay deb turgan edim. Bugun kech qoldingiz-ku. Og'inlaringiz bilan hayal bo'lib qolgan o'xshamamsiz. Yo'q-ay. Ana. Hozir kirib uxlamsiz. Qandaq deysiz?
dedi Tunsagül. Necha vaqtdan paranglashaydi desimi, u bu ishlarni bahona qilib tutuq bermagan Mardonga hayronlik bilan. Sizga deydigan azroq gapim bordi. Siz bilan paranglashaydi degan. Navada hozir aramamoqchi bo'lsangiz, ati paranglasaqmi bo'ladi? Hozir yozsammi baribir uxlayolmayman. Çayni dadangizga akirib berib chiqay. Sal saqlab turing. Dedi Tunsagül. Ati paranglashaydi desa, Mardonning gapidan yenib olishidan ansirgandek. Tunsagül shundoq debla chaynakdagi choyni ko'tarib, yotoq uyga kirib ketib, ayol bo'lmayli chiqdi. Tunsagül chiqqanida Mardon mehmonxonadagi sofada o'tirgan edi. Chiqdingizmi ana? Dedi Tunsagülning chiqqanini ko'rgan Mardon o'rnidan turdi. Sizning yotoq uyingizga kirib paranglashaydi-mi? Mayli. Mardon shundoq degenicha oldida maqdi. Ular ilgari keyin bo'lib, Mardonning yotoq uyiga kirib, karvatda o'tirishdi. Mardon karvatda o'tirgandan keyin gapni qayerdan boshlashni bilolmay, qo'llarini o'g'lab o'tirdi. Yaqindan beri korxonada aldirashmi? So'radi Tunsagül. Mardonning gapni qayerdan boshlashni bilolmay qilayotganligini his qilib, Mardonning jiddiychiligini besiqtirish uchun gap boshladi. Ha, unchimi emas. Dadangizdan anglayapman. Korxonada zakazmi ko'pkan. Dadangiz bilan akangizmi yeningizda yo'q, yolg'iz qiynalyapsiz. Degenicha Tunsagül Mardonning beshini silab, uning beshini quchqiga avaylab qanib qo'ydi. Mardonmi Tunsagülning quchig'ida yotqash, onasining boshlarini mehr bilan silashlaridan hozirlandi. Jiddiyligimi sal bisqandek bo'ldi. Qiynalmadim ana. To'yingizni qilib etgan bo'lsak-ku, korxonada ayol ishkanglar tang tursanglar, dadangiz bilan ishkimiz texim xotirjam bo'lib qoladi. Siz bilan tang dematlik do'stlaringizning birdan bo'lsimi bor ana. Sizni odamning degan yeri kagil olmayapsiz. Ana, men to'y qilaymikin deyman. Rasma, kim bilan? Qaysi qiz u mening bu hol ustin o'g'limni to'y qilishga ma'qul keltirgan? Ana, nada ekan deykansiz? Mening nada holim ustin. Bundoq desangiz bo'ldi, gap qilmabdiman. Rana 2-bölüm 18-qism. Ana, nada ekan deykansiz? Mening nada holim ustin. Bundoq desangiz bo'ldi, gap qilmabdiman. Chaqchaq qildim o'g'lim. Sizning og'zingizdan shunday gapni anglaydi ekanman, ha? Men degan-ku, oldiratmanglar. Men o'zim topaman deb. Kim qiz u? Ota-onasi kim? O'zi nima ish qiladi? Ota-onasi-chi? Men tanimdim. Siz tanimaysiz. Sizlar qanday tanishgan? Hozir qaysi darajaga bordinglar? Tezroq dang-chi, odamni taqozo qilmay. U qizning ismi Rana. Bizning korxonaning kiyim tikish sexida ishlaydi. Mardon Ranani qisqilib tanishtirib o'tdi. Uni ota-onasi o'lib ketgan deb tanishtirdi. Uning bir qizi borligini, qizining 8 oylikdan eshib qolganini og'zidan chiqarmadi. U qizning ota-onasi bo'lmasa, amsa u qizni uyga tamoqqa boshlab keling. Dadangiz ikkimiz ko'rib boqaylik. Ularning suhbati Mardon mushu bir necha kun ichida Ranani uyga tamoqqa olib keladigan bo'lib oxirlashdi. Tunsagül Mardonning yenidan xushal yotoq uyga qaytib chiqdi. Muxtar Tunsagülning xushalliqda og'zi yumilmay qolganini ko'rib, nemish bo'lganligini so'radi. Bayatdan beri Mardon bilan birga bo'lingan paranglarni so'zlab berdi Tunsagül xushalliqning sababini tushundirib. Voy, yaxshi bo'pti-ku. Kun qayoqdan chiqqandi? Shuni danglar dadisi. Bu bala bek jahil. Hozirgacha gapimizni qat'iy anglamagan. Endi o'zi eg'izashdi desa. Kim qizkan u? Bizning korxonaning kiyim tikish sexida ishlaydi deydi-ku. Ismini Rana deydi-ku deyman. Shundaqmi? Kiyim tikish sexida hozir 50 ga yaqin odam bor. To'y qilmagan qizlardan nechisi bormikin? Qaysidir Rana ekan? Voy tang, siz bilmasangiz men bilmadim. Rana? Rana debqu kiyim tikishga bek usta bir qiz bor. Lekin bir qizi bor u qizning. Undan boshqa yana qaysi qizning ismi Rana bo'lg'aydi? Hech esimga ololmadim.
Muxtarning bu gapini anglagan Tunsagülning yuragi qartliqib qoldi. Dadisi, ati korxonaga boramsiz? So'radi Tunsagül ko'nglida bir narsani o'ylab. Boraman. Ati topshirdigan bir zakaz bor. Bugun bitib bo'lgan. Ati mardan bilan berib malni qarshi tarafga o'tkazib bersak bo'ladi. Qandaqroq vaqt bilan borsizlar? Voy, bugun nimada qo'shiq kep qildigan bo'lib ketdingiz. Sochidek hammani yipidan yingiz so'rab. Voy, deb bering ha. Voy, qanday qilatdingiz deyman. Hech qanday qilmayman. Mundaqla so'rab qo'ydim shu. Deb bersangiz nim bo'ladi? Dedi Tunsagül Muxtarga sovushib yalurgandaq qilib. Muxtar azaldan Tunsagülning hech qanday gapini yermaydi. Hurmatini qiladi. Siznisa. Ati soat 9 bilan ko'rishadiganga deyishgan. 8:20 bilan malni besib yo'lga chiqsak, arani ulgurimiz. Amsa sizmi baldiroq aram eling. Bo'lmasa ati qiynalib qolasiz. Ma'qul. Aram olaylik. Atisi sahardila Mardan bilan Muxtarni ishqa yo'lga solgan Tunsagül chiroyli yasinib, Muxtar bilan Mardonlardan 1 soat keyinla korxonaning oldida paydo bo'ldi. Bu dal Mardan bilan Muxtar zakaz malni topshirig'ili ketgan vaqt edi. Amaliyotda Tunsagül oqshom Muxtardan so'rovag'ini bo'yicha vaqt hisoblab kelgan edi. U kiyim tikish sexiga kirib keldi. Tunsagül sextiki ishlayotgan xizmatchilarning hammasini bilmagani bilan, sextiki Ra'nodan boshqa xizmatchilarning hammasi asosan degidek Tunsagülni bilatdi. Tunsagül sexni aralab ish qilayotganlar bilan salomlashib mengib, 20 yoshlarga amdili kirgan bir qizning yenidiki, bu sextiki birdan bir kichik balaning 4 jasi shaklli bir yog'och sandiqning ichida o'yinchiqni pulanglatib, qag'ish qilmasdan o'zi bilan o'zi o'ynayotganligini ko'rib, ixtiyorsiz qadamlarini to'xtatdi. Bu qizni Tunsagülmi ko'rib baqqan qizdek qilmaydi. Tunsagül birda bu kichik balaga, birda texi amdili 20 ning qarasini olgan guldek bu qizga qarab turib qoldi. Bu qiz birsining o'ziga qarawatganligini, yeniga kelganini bilmagandek o'z ishi bilan aldirash edi. Bu qizning shunchalik apchillik, chaqqonlik bilan tikish qilishiga qarab, Tunsagülning bu qizga masligi kelib qoldi. Birda ko'zlarini bu qizdan elib, onasiga qo'yib qo'ygandek o'xshaydigan kichik qizga qaradi. Bu qiz balasining o'ynaydigan yerini bir aplik qilib bergan bo'lib, bu kichikina bo'shliqda bala shunchalik rahat o'ynaydi. Bu yog'och sandiqni bu qiz bala o'rnidan turaman deb esilib turib yiqilib tushsimi, bir yerda og'rib ketmagidek qilib apchillik bilan o'nglagan edi. Bulardan Tunsagül bu qizning garchi yeshik cho'ng degidek bo'lmasa-mu, lekin ishqi puxta, qo'li aplik qiz ekanligini jazmlashtirdi. Tunsagül sexni arlab ishxonaning oldiga kelishiga Qambarxon bir chaynak qiziq choy damlab Tunsagülning kaynidanla ishxonaga ep kirdi. Choy iching, heribmi ketdingiz qachon? Tunsagülning mijozi o'chiq, korxonadagi xizmatchilar bilan ancha-muncha halmon bo'lishib turg'ashqimikin, korxonadagilar bo'libmi kiyim tikish sexidagilar Tunsagülga amroq edi. Bo'libmi yoshda cho'ngroqlar Tunsagülga bakrak amroq edi. Rahmat. Sizni ishingizdan qo'ydimmi, ha? Undaq demang. Uzun bo'ldi korxonag'imi kelmadingiz. Bizni tashlab etdingiz-jimi? Sizni ko'gimiz kelib qoldi. Mening sizlarni ko'gim keldi. Shunga keldim-ku mana, ko'rishib ketay deb. Bir narsa yegingiz bo'lsa, sirtqa dekkida chiqibla akiraymi? Bo'ldi, sizni avar qilmay. Yo'q, hay, nimaga avora bo'laman? Nima yegingiz bor, dang? Aran bir kelganingizda. Yanili qiziq choy yoqadigan bo'lib qoladigan odamga yoshda cho'ngib qolganda. Sizmi keling-a, qiziq choy ishkash birdan paranglashaylik. Degenicha Tunsagülmi Qambarxonga bir istakon choy qo'yib Qambarxonning oldiga qo'ydi. Voy, o'zim quyatdim emasmi? Helimi o'zingiz akirgan choyni qo'yib berdim. Qani o'ltiring-a. Kiyim tikish sexinglarda men tonimaydigan xizmatchilar ko'payib qopti-a? Ko'pinchisini siz taniysiz. Ra'no ilgari bir mezgil ishlagan. Keyin to'qili kirib ketib, hozir tug'ib qo'pib, qaytadan ishlayotgani 6 oycha bo'lib qoldi.
Sizgimi korxonaga kelmagili 6-7 oy bo'lib qoldi-ku deyman. Rost shundoq bo'pti. Yurtga berib kelib, qaytib kelgandan keyinmi kelib bo'lammidim? U qizning ismini Ra'no dedingizmi? Ha, Ra'no tikkichiligi bak usti qizkan. O'zimi bak esil mijozli qiz. Bolasi bo'lmagan bo'lsa, kelin qilvag'udaklardan, ha? Voy, bak tanlab ketganingizni qarang. Rost dedim Tunsagul, bak esil qiz deyman. Eri toza nachar bir nima o'xshaydi. Tug'ib qopqili 2 oy bo'lishig'ila bolasini billa ep kelib biz bilan tang ishlayotdi. Shundaqmi? Eri nima ish qiladi ekan? Ra'noning erini bizmi bilmaymiz. Bir necha qaytim so'rasak, gapni ep qaytib qat'iy javob bergili unimadi. Keyin bizmi so'ramaydigan bo'ldik. Bolasi baliqiga qaramay, hammamizdan ko'proq ish qiladi texi. Korxonada yana boshqa Ra'no ismli qiz bormi? So'rdi Tunsagul Mardonning mushundoq bir qizni yaxshi ko'rib qolganiga ishongisi kelmay. Kiyim tikish sexida mushu birla Ra'no bor. Boshqa Ra'no deb birsi yo'q. O'rab qachalash sexidagi hammalarni taniyman. U sexdami Ra'no ismli odam yo'q. Butun korxonada Ra'no ismli qizdan mushu birla qiz bor. Qandaq deysiz Tunsagul? Yaqay, ismi chiroyli anglanib, mundaqla so'rab qo'ydim. Hozir nima tikyapsizlar? Yozliq ko'ylak tikyapmiz. Yana 10 kunlarda bu zakazmi tayyor bo'lib qolar ekan? Ha, aldirashgansizlar-da? Ish bak ko'p. Mardonjon yana kiyim tikish sexiga odam ko'paytiradiganning gapini qilyotgan. Shundaqmi? Muashinglar qandaqroq chiqyotdi? Ular shundoq tog'dan bog'dan paranglashib, birer soatcha paranglashib o'tirdi. Tushga yaqin Tunsagul birisi bilan ko'rishadigan ishim bor edi deb, ondan bularning parangning oxiri uzilib to'xtadi. Tunsagul korxonadan chiqib uyiga qaytdi. U qaytib, uyan o'ylanib, buyan o'ylanib, oxiri xizmatchilar ishdan tushishiga ulgurib, yana bir qitim korxonaga berib yiqish qaroriga keldi. Tunsagul Mardonning xo'yini bilatdi. Nimali degan bilan o'zining bolasi emasmi? Bundaqla Mardonga Ra'no bilan to'y qilishingga bo'lmaydi desa, Mardon cho'qim Ra'no bilan to'y qilish uchun uydan chiqib ketishdan yanmaydi. Shunga Tunsagul bu ishni bir taraf qilishni avval Ra'nodan boshlash qaroriga keldi. Bularning munosabati qayerga borgandi? Agar u qiz gapimni anglamasa qandaqmi qilaman? Yo'q. U qizmi bir bolaning onasi ekan. Bolasini o'tirg'i qo'yib turib so'zlasam cho'qim bir gap bo'ladi. Bek bo'lmasa azroq pul berib yo'lga solaman. deganlarni o'yladi Tunsagul. Mushu xiyollar bilan kunni kech qilayotgan Tunsagul xizmatchilarning ishdan tushishiga ulgurib, korxonaning oldiga berib, boshqalarning diqqatini ancha tortib ketmaydigan daldiroq bir yerda mo'kinib turdi. Xizmatchilarning ko'pinchisi ishdan tushib bo'ldi. Ra'no texi chiqmagan edi. Qambarxonning degini bo'yicha bo'lganda, Ra'no har kuni degidek hammadan keyin ishdan tushadi. Puli bo'lmag'achqa bakrak japa tatib ishlashi mumkin. Yomini kelsa, bu qizni ko'proq pul berib yo'lga sep qo'yaman. Ra'no chiqdi. Bo'risida somka, balaning lozimliq narsa keraklarini sag'ashqimikin, bu somka xeyli cho'ng edi. Qo'lida balani erkilatganicha korxonaning darvozasidan chiqqan Ra'noni ko'rgan Tunsagul Ra'noning keynidan orliq qoldirib agishib mangdi. Ra'no 15 minutlar mangandan keyin yo'l bo'yidagi bir do'konga kirib, bir narsalarni ep chiqdi. Ondan bir binoning eshigidan kirib ketdi. Tunsagul Ra'noni binoning ichida yutirib qo'yishdan ansirab, uningga yetishib olish uchun yugurib yetishib olay deyishiga nalardan paydo bo'ldikin, Mardon paydo bo'lib Ra'noning qo'lidagi narsalarni elib oldi. Buni ko'rgan Tunsagul nima qilishni bilmay, bularga qarabla turib qoldi. Ular birdan bir narsalarni talishib qo'rishdi. Ra'no qo'lidagi narsalarni Mardonga bergili unimadi. Keyin do'kondan olgan narsalarni Mardon elib oldi. Shuning bilan ular Ra'no oldida Mardon keynida mengishib binoning ichiga kirib ketishdi. Tunsagulmu bularni yutirib qo'yishdan ansirab, tezlik bilan binoning eshigidan kirdi. Endi ularning gaplari Tunsagulning quliqiga yuqmay kiratdi. Balani men ko'tara olay. Korxonadan kelguncha qo'lingiz tilim ketdi aqchan.
Bu Mərdanның ovozi edi. Bo'ldi, uymi 2-qavatda tursa. Bugun hadingizmi? Yo'q. Sizni kelmang degan edim-ku. Yana nima deb keldingiz? Avval uyga kirib anda paranglashaylik. Bo'lamdi. Buni anglagan Tunsagülning g'ujjida achchig'i keldi. Chunki Tunsagül mushu kamgacha Mərdanның birər qizga bundaq tövənchilik bilan gap qilganini asliyanmaydi. Ra'noning uyining 2-qavatda ekanligini bilgan Tunsagül Mərdan bilan Ra'noning o'zini sezib qolishidan ansirab 1-qavatda turib qoldi. Uyning eshigi ochilib, Ra'no bilan Mərdanning oyoq tevishimi, ularning gap qilishgan ovozimi o'chib ketdi. Tunsagül bularning uyga kirib ketganini bilib, qaytib ketmoqchi bo'ldi-yu, yana ko'ngli unimay 2-qavatga chiqdi. Bu binoning har bir qavatida 2dan uy bo'lib, Tunsagül Ra'noning uyining bu 2 uyning qaysi ekanligini bilmay, har ikkisiga qarab, bir tarafdagi uyning eshigining qiya ochiq qolganligini ko'rib, shu eshikka yaqin keldi. Rast degandek, uy ichidan Mərdan bilan Ra'noning paranglashgan ovozi anglanayotdi. Men sizni endi kelmang dedim-ku, yana nima ishga kelasiz? Boshqalarning g'alit qarashlaridan qo'rqmagan bo'lsam, sizni hargiz kirgizmaydim. Ra'no, men bizning ishimizni onamga dedim. Shunga. Mening bir balam borlig'ini-mi, mening o'tmishimni onangizga dedingizmi? Yo'q, lekin onam sizni uyga tomoqqa elib kelishimni dedi. Anangiz mening kechirmishimni to'liq bilmaydi. Sizmi demabsiz? Shundaq deydi. Mening kechirmishimni bilganida sizga hargiz undaq demaydi. Sizga deydiganim, bizning ishimiz mumkin bo'lmaydi. Men sizni yaxshi ko'rmayman. Shunga endi meni xotirjam yashashga qo'ying. Sizdan o'tinib qolay Mərdan, ma'qulmi? Ra'no, mening hayotdan boshqa tamoyim yo'q. Faqat xotirjam yashasam-kan deyman. Qizimni sog'lom cho'ng qilsam-kan deyman. Meni xotirjam yashashga qo'ying. Gulginani birga qator qo'shaylik. Yo'q, u mening qizim. Siz bilan hech qanday munosabat yo'q. Uning holidan o'zim xabar olsam bo'ldi. Ra'no, unda jahillik qilmang bo'lamdi. Jahillik qilayotganim men emas, siz Mərdan. Agar siz mening o'g'lim bo'lib, mendek bir qizni olaman desangiz, men qat'iy qarshi turardim. Siz qo'shilamdingiz? Agar ular bir-birini yaxshi ko'rsa, men qo'shilardim. Hozir sizning o'g'lingiz bo'lmaganligi uchun shundaq deyalaysiz. Bir kunlarda shu kun beshingizga kelsa, sizmi cho'qim qarshi tursiz. Ra'no, men rostla sizni yaxshi ko'raman. Siz bilan to'y qilganman. Keyingi hayotimni siz bilan birga o'tkazganman. Mərdan, menga bundaq gaplarni qilmang. Mening to'y qilish huquqim yo'q. Men bulg'angan bir qiz. U sizning o'z ixtiyoringiz bilan bo'lgan ish emas. Ular sizga to'g'ri chiqizib o'tgan. Mayli, nimali demayli, bo'ladigan ish bo'ldi. Endi o'rniga kelmaydi. Mening boshqalar bilan birga bo'lib bo'lganim rost. Qarang, qizimmi buning shoidi. Amiz u yigitni men deb o'ylang. Uni men deb o'ylang. Gulgina mening qizim bo'lsin. Bu qandaqmi mumkin bo'lsin? Sizlar ma'qul desangiz, qolgan ishlarni men qo'yib bering. Ra'no 2-bo'lim 19-qism. Ra'noning ko'zlaridan yoshlar yipi uzilgan marjondek to'kilib o'tdi. Mərdanning bundaq deganini anglagan Tunsagülning achchig'ida usib kiribla Mərdanning tastikiga 2ni selvatgisi keldi-yu, bak tasta o'zini tutib oldi. Mərdan, ahmaq. Ana bola ishkimizga qilgan yaxshiliklaringizga qanchalik rahmat deysam ozlik qiladi. Lekin sizga ma'qul bo'lamayman. Ko'nglim ketirmaydi. Meni kechiring. Ra'no shundaq deganicha kayniga o'rilib, yotoq uyga kirib ketmoqchi bo'ldi. Uni shuncha yaxshi ko'ramsiz? So'rdi Mərdan Ra'nodan. Yaxshi ko'rishning nimaligini bilmayman. Lekin rostimni desam, uning chiroyini asliyanmasam ko'gim keladi. Agar kunlarning birida meni to'y qiladigan deb anglasangiz, men to'y qiladigan yigitni ko'rmasingizmi, Gulginaning dadasikan deb o'ylang. Men bundan boshqa hech kim bilan to'y qilmayman. Endi qaytib ketam. Takash bo'lib ketdi. Agar uni uchirtamsangiz-chi? Uni izlashni o'ylab baxmadim. Balkim bu umrimda uni qayta uchirtamasligim mumkin. Yoki balkim uning oilasi bordir. Men faqat hozir tinch yashashni arzu qiladigan bo'lib qoldim. Men avval ota-onamni ma'qul keltiray. Qog'inni keyin bir narsa deyishaylik. Mərdan shundaq deganicha eshik tarafga qarab mandi.
Oyoq tevishni anglagan Tonsagül palampaydan ustiga tezlik bilan chiqib, möküp aran o'lgirdi. Koridor derazasidan Mardonning mashinaga chiqib yiroqlab ketganini ko'rgandan keyinla Tonsagül deb yuragini ustidan tutib qo'ydi. Andın asta palampaydan pastga tushib, Ra'noning uyining oldida to'xtadi. Mardon Ra'noning uyidan chiqib, udul uyiga bordi. Uyda Tonsagülmü, Muxtarmı yo'q edi. Mardon mehmonxonadagi sofada o'ltirib, onasini saqlag'ach, televizorni ochib, birdan televizor ko'rdi. Ra'no bilan bo'lgan ishiga onasi Tonsagülni ma'qul keltirib olsa, dadisi Muxtar onasi ma'qul degan ishga ortiq gap qilmaydi. Shunga Mardon avval onasining ma'qulligini elish uchun onasini saqlab o'tiradi. Ana keldingizmi? Dedi Mardon eshikdan kirgan Tonsagülni ko'rib, o'rnidan turib. Ha, kechki tomoq yedingizmi? Yedim ana. Siz bilan paranlashay degandim. Bugun bak yerib qoldim. Boshqa kuni paranlashaylik bo'lamdi. Uning ustiga o'zimmi bugun taz yaxshi emas. Deginicha Tonsagül Mardonga qarmay yotoq uyga kirib ketdi. Yotoq uyga kiribla yerib qolganidan karvatga o'zini tashlab atgan Tonsagül baya Ra'no bilan bo'lingan suhbatni qaytadan asladi. Yana nima demoqchisiz? Deginicha chekilgan eshikni ochgan Ra'no Tonsagülni ko'rib turib qoldi. Kimni izlaysiz, xonim? O'zingiz Ra'no bilamsiz? Ha, sizni izlayman. Men sizni tonimaydi ekanman. Uyga kirsam bo'lamdi? Ra'no gap qilmayla eshikni ochib, yo'lni bo'shatdi. O'ltirsam bo'lamdi? So'radi Tonsagül keynidan eshikni etib kirgan Ra'noga qarab o'ltirg'ach. Men Mardonning onasi. Ra'no qarashdilla salobatli ko'rinadigan, yarashtirib kiyingan bu ayolga qarab turib qoldi. Siz bilan paranglashay deb kelishim. Ra'no beshni lang'ishtib qo'ydi. Bayden Mardon bilan deyishgan gapinglarning hammani angladim. Xato tushunib qolmang. Ishik o'chiq qolgan bo'g'ashqa anglab qoldim. Qasdan emas. Hech qisi yo'q. Menimcha anglamadak gapmi bo'linmadi, dedi Ra'no sal esiga kelib. Gulgina baya uxlab qolgan bo'g'ashqa Mardon bilan Ra'no gap qilishayotgandimi, uyning ichida Mardon bilan Ra'noning ovozidan boshqa ovoz yo'q edi. Qarg'anda xeyli kulfatlarni tatgan o'xshaysiz. Shundaq. Hozir mening faqat qizim bilan xotirjam yashashim bor. Menga hech qanday narsa kerak emas. Amsa korxonadan keting. Mardon bek jahil bola. Uni men tushunaman. Uning ko'z oldida tursangiz, uni niyatidan yondirmaymiz. Men bu xizmatga ehtiyojli xonim. Men sizning necha yil xashlashingizga yetgidek pul beraman. Keting. Menga sizning bir pulingizning keragi yo'q. Menga o'zim emgak qilib ishlab topgan pul lazım. Pushaymon qilasiz qizchaq. Men bermoqchi bo'lgan bu pulni balkim siz bu umringizda ko'rib boqmagan bo'lishingiz mumkin. Agar yana menga mushundaq muomala qilsangiz, mushundaq gap qilsangiz, men Mardonning hamma talbiga ma'qul deyman. Sizningcha mushundaq qilsam bo'ladimi? Siz xonim, menga haqiqatan pul lazım. Lekin sizning pulingiz emas, menga o'zim ishlab topgan pul lazım. Sizning bunda qilishingizmi Mardon uchun? Men buni to'g'ri tushunaman. Ansirmang. Men hargiz Mardonning talbiga ma'qul bo'lmayman. Agar ma'qul deydigan niyatim bo'ladiganla bo'lsa, sizning bu yerda o'ltirish fursatingizmi bo'lmagan bo'ladi. Qaytib keting. Xotirjam bo'ling. Siz Mardonga ma'qul bo'lgan taqdirdami, men bu ishga qo'shilmayman. Nimishqa? Mardonni yoqtirmamsiz? Mardon esil yigit. U texmi yaxshi qizga loyiq. Lekin men emas. Qizimning uyg'onadigan vaqti bo'lib qoldi. Uning azroq tomoq qilib beray. Sizmi qaytib keting. Mening sizni izlab kelganimni Mardon bilmagan bo'lsa, dedi Tonsagül, baribir bu qizni o'zining degan yeriga olib kelanmaydiganligiga ko'zi yetgandan keyin. Xotirjam bo'ling. Aras, yana bir gap. Mardon bilan aloqa qilmagan bo'lsangiz, dedi Tonsagül qaytish uchun eshikning yeniga berib bo'lib, to'xtab Ra'noga qarab. Xonim, xotirjam bo'ling. Men shunday qilishga tirishaman. Tonsagülni texi hozirgacha birasi bundaq qo'g'lab baxmagan edi. Bu uning hayotida tunji qitim boshqalar tarafidan qo'g'lanish.
Tonsagül Ra'naning uyidan yenib, binoning oldida birdan turib ketdi. Birda achchig'i kelsa, yana bir tarafdan bu qizning kichikini turib, o'zini tutib olgan tamkinligidan so'yinatdi. Ishni qilib, Ra'naning uyidan yenib chiqqan Tonsagülning ko'nglida azroq achchiqmi, yana azroq bu qizning mag'rur, tamkin mijazidan so'yinishmi bor edi. Tonsagül mana mushundaq abjash xiyollar ichida uyga qaytib kelib, herib qog'inining ustiga Mardonga bo'lgan azroq achchig'i qo'shilgan bo'lg'ashqa, shunga Mardon bilan paranglashishdanmi o'zini qochirib, herib qog'inini va mijazi yo'qligini bahona qilib, udilla yotoq uyga yenib kirgan edi. Atsi kashda yana Ra'naning uyiga borgan Mardon Ra'naning uyiga kirolmay, ko'ngli yerim qaytib keldi. Qaytib keting. Bundan keyinmi bizni izlab kelmang. Dedi Ra'na eshikni ochmay turib. Eshikni ochmasangiz vaqirayman. Dedi nurg'un gaplarni qilibmi, Ra'naga eshikni ochqizolmagan Mardon tahdid silib. Chunki ilgirmi bir necha qitim Ra'na eshikni ochqila unmaganida Mardon mushu chora bilan Ra'nani eshikni ochishga ma'qul qilgan edi. İxtiyoringiz. O'zingizga sap turmasa nima qilsangiz mayli, menga baribir. Dedi Ra'na ilgirgidek qo'rqib ketmay. Lekin amaliyotda Mardonning rostalla vaqirab, boshqalarning o'zlarini xato tushunib qolishidan qo'rqib turadi. Undaq qilmang. Ra'na, bir oz o'ltirib ketaman. Avar bo'lmang. Bugunla emas, bundan keyin sizni uyga kirgizmayman. Shu avar bo'lib kelib yurmang. Men ishimni qilaverdim, xohlagingizni qiling. Ra'na shundaq debla o'rilib, Gulginaning yeniga kirib ketdi. Mardon yana birdam eshikni urib yiqib, natijasiz qaytib ketdi. Uyga Ra'na bilan ko'rishamay, ko'ngli yerim qaytib kelgan Mardon eshikdan kiribla mehmonxonadagi sofaga kelib o'zini tashlab o'tirdi. Oshxonada tomoq qilayotgan Tonsagül eshikning echib yepilgan ovozini anglab, Mardonning mehmonxonadagi sofada solishib o'tirganini ko'rib, Mardonga dedi: Qo'lingizni yuvib chiqing. Siz amroq tugir qilgan edim. Tayyor bo'ldim. Qo'rsqim oshmadi. Ana, bir narsa yegim yo'q. O'zingiz yeng. Nimish bo'ldi? So'radi Tonsagül, nimish bo'g'inini sezib tursimi, qasdan bilmaskisi. Yetish yo'q. O'zimcha ko'nglim yer. Undaq bo'lsa, avval tamoq yeyli. Bugun dadangizmi kechra keladi ekan. Qo'sig'imizni astarlab olib, ondan yaxshiroq paranglashayli. Nimish bo'g'inini menga aytib bering. Bo'ldi. Tunugun paranglashayli degan edingiz-ku. Bugun bo'z qandaq? Sizga yordamim tegib qolsa ajab emas. Mardon gap qilmasdan Tonsagülga qaradi. Tonsagül Mardonning bu qarashidan o'ziga qo'shilganligini bilib, Mardonning qo'lidan tortib tozliq uyi tarafga ishtirdi. Berib qo'lingizni yuvib keling. Qolgan gapni tamoqdan keyin deyishayli. Tonsagül bilan Mardon hech narsa deyishmasdan jimjit o'ltirib tamoq yeyishdi. Tamoqdan keyin Tonsagül qoch-quchilarni tezlik bilan yig'ishtirib yetib, mehmonxonaga chiqib Mardonning yonida o'tirdi. Qani, endi ayting, sizni bundoq sulg'in qilib nimish bo'ldi? Sizga qaysi kuni gapin degan yilqi qiz qo'shilmadi. Ha? Qaysi kuni to'y qilaman deysangiz, men dexe u qiz bilan deyish bo'lgan o'xshaydi debdiman. Men ko'rish baqaymi-ya? Yo'q, yo'q. Dedi Mardon, xuddi Tonsagül hozirlik ko'rishgili ma'digandakchi deyilishib. Undan keyin sal o'ylanib olib, yana gapini davomlashtirdi. Amaliyotda Ra'naning 8 oylikdan oshgan bir qizimi bor. Ha? Dedi Tonsagül Mardonga moslashib, hayron qolgan qiyofatda. To'y qilib bo'lgan qizmi? Siz bu Ana, avval gapini to'liq anglab beking bo'landi. Qiynadan, qulqim sizda. Shunda qilib Mardon Ra'naning kechirmishlarini Tonsagülga to'liq bilan so'zlab berdi. Ra'naning kechirmishlarini anglagan Tonsagülning hayot yo'lining agir to'qayliq, kashmishi, ranglarliq to'lgan bu qizga ichi og'irdi. Ammo Ra'naning Mardon bilan to'y qilishiga qo'shilishga qat'iy bo'lmaydi. Chunki ich og'irtish boshqa gap. Mardonning turmush qurishi yana boshqa gap edi. Mardon Ra'naning kechirmishlarining keyinida o'zining Ra'nani qanday qilib yoqtirib qolganini aytqanmay hammani so'zlab berdi. Ana, mening Ra'na bilan to'y qilgan. Gulginani Ra'na bilan birga beqib qator qo'shgan bor. Qaysi kuni sizning qo'shilmay qilishingizda asra. Bularni sizga deyishga jur'at qilmagandi. Amsi bugun qanday bo'lib bularni menga deyish qaroriga kelib qoldingiz? Bugun Ra'na menga
uyning eshigini yechib bermadi. Meni buningdan keyin kamman dedi. Men qanday qilishni bilmadim. Kimga deyishni, kimdan maqsad ilishni bilmadim apa. Men sizga o'zimning haqiqiy o'yinni aytib baqayman. Mardon gap qilmasdan Tonsagilga qarab beshini langishdi. Rostini deganda Mardon hozir mushunda qilishdan boshqa amalni o'ylayolmagan. Gapimni bo'lib etmay, oxirgacha quloq selib anglang. Eng oldi bilan dadingiz bilan ikkimizning maydoni aniq. Sizning Ra'no bilan to'y qilishingizga qo'shilamaymiz. Men hozir degan gapim esingizda bo'lsin. Avval gapimni oxirgacha anglang. Gapim to'liq tugaganda andin o'ylaganingizni deysingizmi kechikmaysiz. Bizning qo'shilmasligimizning sababi Ra'noning qizi bo'lganligi uchun. Ham shundaqla Ra'noning qo'shilmasligimi uning qizi bo'lganligi uchun. Balkim siz ko'nglingizda Ra'noning qizini billa baqsaq bo'ladi-ku deb o'ylagan bo'lishingiz mumkin. Cho'g'ni paxtaning ichida saqlag'ili bo'lmaydi. Sizning dadis emasligingizni bola hamon bir kuni biladi. Ko'nala to'g'ri degan, o'zing saqlayolmagan siringni boshqalarning saqlashidan umid kutmadi. Navoda bola cho'ng bo'lib, bu sirni ota-onam deb qarab kelayotgan siz bilan Ra'nodan emas, boshqalarning og'zidan anglasa, u bir umr siz bilan Ra'nodan ranjib o'tadi. Ra'no aqlli qizkan. U mushu tarafini to'liq o'ylab yetibdi. Uning kechirmishi haqiqatan anglagan odamning ichini ichishtirg'idekkan. Lekin bu qiz buninglik bilan o'zini yo'qotib qo'ymabdi. Siz uning beshiq kun tushganida yordam qilganingiz uchunla sizning bir qism o'rinsiz talablaringizga qarshi tura olmagan bo'lsa-mu, lekin ho'shkallisini yo'qotib qo'ymabdi. Bir qism saqtipaz qizlardek sizdan foydalanishni kallasiga keltirmabdi. Ra'no haqiqatan esil qizgan. Shundaqkan. Nemishqa mening uning bilan to'y qilishimga qo'shilmaysiz? Sizningcha bizning qo'shilganimiz bilan hamma ish hal bo'ladimi? Albatta. Ahmaq bo'lmang o'g'lim. Siz agar Ra'no bilan to'y qilib qolsangiz, uning turmushidagi azob, baxtsizlikni o'tning ustiga yog' chashqanda ko'paytsizki, azaytolmaysiz. Bu gapni anglagan Mardon Tonsagilning nima demoqchi ekanligini tushunolmay, Tonsagilga savol nazar bilan tikildi. To'y qilsanglar, balkim siz xushal bo'lishingiz mumkin. Avval so'rab baqay. Siz Ra'noni yaxshi ko'rdi ekansiz. Undaqda menga deb bering, ha? Yaxshi ko'rish degan nima? Menimcha yaxshi ko'rish degan shu odamning xushal bo'lishini ko'rish, uning xushalligiga, qayg'usiga hamdamda bo'lish. To'g'ri dedingiz. Agar sizning chiqargan qaroringiz uni xushal qilmoqda yo'q, uning g'am qayg'u ib kelsa, uning azobini yeniklatishning o'rniga uni texmi cho'nqur azob dengizga g'arq qilsa, siz bu qadamni yana davomlashtiramsiz? Yo'q. Agar mening qarorim men yaxshi ko'rgan odamga azob elib kelsa, bundan qarorni chiqarilmagani, amalga oshirilmagani eng yaxshi. Rastaysiz. Ammo sizning Ra'no bilan to'y qilish qaroringiz Ra'noga tugmas azob ib kelsa keladi-ki, qilchalik muxshallik ib kelmaydi. Shunga mening taklifim Ra'no bilan to'y qilish niyatingizdan yening. Qandoqsi gundaq bo'ladi? Men uning jabosini yeniklatay dedim-ku. Uni jabo tatmiskan deyman. Acaba bu o'ylig'im xatomi? Ra'no 2-bölüm. 20. O'ylig'ingiz xato emas, lekin turmushdagi ishlarning hammasining natijasi odamning o'ylig'inidek bo'lishini atayin. Masalan, alaylik, siz degan bir korxonaning boshqaruvchisi. Sizga tikilib turgan ko'zlar nurg'un. Ra'no bilan to'y qilsangiz, sizga tikilib turgan bu ko'zlar biraqla Ra'noga tikilishi mumkin. Sizga hech qanday ta'sir bo'lmas. Ra'no bu har xil nazardagi ko'zlarga bardashlik bera oladi. Ular albatta yaxshi niyatda tikilgan ko'zlar emas. Ular balkim Ra'noni sizning beshingizni qaydirganga chiqarishi mumkin. Yana balkim Ra'noni buzuq bir ayolga aylantirib etishi mumkin. Balkim ishlar mening deganim bilan to'xtab qolmay, yana nurg'un biz o'ylab baxmagan ishlar yuz berishi mumkin. Ra'no bularga bardashlik bera oladi. Siz mushundaq bo'lishini xohlamsiz? Ra'noning kunda dakki-duk ichida o'tishini, kunda nurg'unlagan ko'zlarning o'ziga tikilib turganini o'ylasimi, odam qanday xotirjam bir ish qiladi? Ra'no bilan to'y qilsam, u men bilan uy tutilgan tursa, boshqalarning nima qilishi, nima o'ylashi bilan kimdan qari? Turmush
Turmush degan tur va mush degan so'zning birikishi. Turmush xuddi bizga qarab turgan mushtur. Turmush hech kimga oson emas. Siz kichigingizdan tortib hamma narsa tal sharoiti cho'ng bo'lganligingiz uchun tushunib ketmaysiz. Ra'no bir bo'lsa, bolasining dadasi kelib qolsa, bola uchun uning bilan turmushlik bo'lishi mumkin. Agar bolasining dadasini uchirtamasa, u bir umr bola bilan yolg'iz o'tib ketadi. Siz qanday bilsiz? Ra'nodan mushundaq degan. Siz hozir Ra'noning deganlarini o'z ayni da'vatsiz. O'g'lim, men bir ana, Ra'no ham bir ana. Her qandaq bir ana, her qandaq bir qarorni chiqarishdan burun, eng oldi bilan bu qarorining bolasi uchun ip keladigan ta'sirini o'ylashidi. Ra'no tirishchan bo'lib qolmay, aqlli qizgan. U agar qizini boshqalarning gap so'zidan ilib ketishni o'ylagan bo'lsa, sizning talabingizga ma'qul bo'lib, sizdan foydalangan bo'ladi. Ammo u unda qilmabdi ham qilmadi. Uni rostdan yoqtirib qoldi. Ba'zi kishilar bizning turmushimizda biz uchrashadigan vaqtdan baldur yoki keyin paydo bo'lgani uchunla bizning uningga erishish, uning bilan umrimizning bir bo'lik vaqtini birga o'tkazish fursatimiz bo'lmaydi. Mana bu taqdir. Ra'no bilan ikkilarning taqdiri qo'shilmabdi. Buning har qancha qilganingiz bilan foydasi yo'q. Foydasi yo'q? Bu foydasi yo'q deb uni yaxshi ko'rib turib, hech nima qilaman-da. Uni rostdan yaxshi ko'ramsiz? Albatta. Ba'zida yaxshi ko'rish cho'qim erishishdan derak bermaydi. Ba'zida yaxshi ko'rgan narsaga, kishiga erishamaslik, balkim erishishdan go'zal bo'lishi mumkin. Yaxshi ko'rgan odamning kulkisini ko'rish, uning yaxshi yashayotganligini ko'rish, uning baxtini ko'rishmi yaxshi ko'rgan odam uchun xushallik ish. Agar u qizni haqiqatan yaxshi ko'rsangiz, u hozir ehtiyojli bo'lgani tinch, xotirjam turmush. Shung uni haqiqiy yaxshi ko'rsangiz, uni xotirjam yashashini qo'ying. Ana, Ra'noni ko'msam ko'gim keladi. Uning jafosini tantassam, uning dardlariga hamdamni bo'lsam deyman. Balam, ko'nglingizni tushunaman. Lekin sizning u qizning dardlarini yengilitish xiyolingiz, agar uning bilan to'y qildiganlar bo'lsangiz, Ra'noning azobi ustiga tuz sepgan bilan barobar bo'ladi. Bularni o'ylanib vaqtingizmi? Ana, endi men qanday qilaman? Qanday qilsam bo'ladi? Qag'iniga vaqt javob bersin, bo'lamdi. Bugun aram eling, ha? Tonsagul yataq uyga yenib kirgandan keyin Mardonning boyiqi holatini aslab bak azoblandi. Tonsagul o'zi faxrlanadigan o'g'lining muhabbat ishqida bundaq bo'lib qoladiganini o'ylabmi baxmagan edi. Tonsagul uyan o'rilib, buyan o'rilib, ko'p o'ylanib to'lg'ishib, uxlayolmay Mardon uchun azoblandi. Mardonmo o'zining yataq uyida yetib, ko'ziga uyqu kelmay o'ylanmoqda. Nemish to'y qilgan qizlar to'y qilib bo'lgan. Bir hatto bir necha bolasi bor aylar bilan to'y qilsa hech kimning kori yo'q. To'y qilmagan o'g'il bola to'y qilgan qiz bilan, bolasi bor ayollar bilan to'y qilsa bo'lmaydigan. Bu qiz ayollarga adolatsizlik emasmi? Agar mushta ko'p qoida usullar bo'lmagan bo'lsa, men nima bilan to'y qilala bo'lmayman deb o'ylaydi Mardon ko'nglida. U mushunda xiyollarni o'yla o'zining qachonlarda uxlab qolganini bilmadi. Kimlar degan bo'g'aydi. Kecha azoblarni yoshirishga eng muvaffaq. Dardman odam uchun kecha bak uzun tuyuladi. Chunki u uyqudan bedor. Bu kecha Mardon uchunmi, Tonsagul uchunmi tasdi tong atgan bir kecha bo'ldi. Atsi Ra'no kunidagidek ishga keldi. Gulginani o'rinlashtirib qo'yib ish qilayotgan Ra'no birsi o'ziga tikilib qarab turgandek beoromchilik his qilib, qilayotgan ishini to'xtatib atrofga qarab, Mardonning o'ziga yiroq bo'lmagan bir joyda tikilib qarab turganligini ko'rib, nima qilarini bilmay sal tamtirab qoldi. Mardon Ra'noning o'zining uniga qarab turganligini bilib qolganligini ko'rgandan keyin o'rilib ishxonasiga kirib ketdi. Ra'no tushlik tomoqdan keyin Ra'no uxlab qolgan fursatda Mardonning ishxonasiga kirdi. Kiram, dedi Mardon ko'rayotgan materialdan beshini ko'tarmay. Biz paranglashib baqsaq bo'lamdi. dedi Ra'no materialdan beshini ko'tarmagan Mardonga qarab. Mardon Ra'noning o'zini izlab kirishini xiyoliga keltirib baxmagan bo'g'ashqa materialni qo'yib qo'yishni unutib Ra'noga qarab turib qoldi. Uning ko'nglida agar Ra'no o'zi bilan to'y qilishga qo'shilsa, Ra'noni elib
o'zlari tonimaydigan boshqa yurtlarga berib yashash xiyolini bosh ko'tarib bo'lgan edi. Sizga daxli qildimmi? Agar shundoq bo'lsa, aldirash bo'lsangiz men chiqib ketay. Yo'q. Qani o'tiring. Menga daxli qilmadingiz. Paranglashsak bo'ladi. Ra'no sofada o'tirgandan keyin gapni qayerdan boshlashni bilolmay turib qoldi. Qani, qo'ligim sizda. Men Qani davering. Mardan ko'nglida boyiqi Ra'no bilan boshqa yurtga ketish xiyolini jazmlashtirib turishiga o'ylamagan yerdan Ra'no boshqa bir gapni o'ttirg'a qo'ydi. Mardan, men istifa beray degan edim. Ha? Nimishqa? Maoshni oz ko'rdingizmi? Yoki Yo'q, undaq emas. Amsi nima uchun? Rost, menga pul kerak, lekin ko'p bo'lmasa-mu bo'ladi. Faqat ana bola ikkimizning hajimizga yasili bo'ldi. Bu yerning maoshi yaxshi. Bu xizmatni men yaxshi ko'raman. Amsi nimishqa ketmoqchi bo'ldingiz? Bu yerda ishlasam, o'zimga-mu sizga-mu yaxshi bo'lmoq kerak. Sho'ng bu yerda ishlamay boshqa yerdan ish izlab baqaymikin deb o'yladim. Hozir sizni xabarlantirib qo'yay deb kirishim. Atadan boshlab ishga kelmayman. Xabar tepib qo'ying. Ra'no shundoq deb bo'libla, Mardanning javobini kutmasdan ishxonadan chiqib ketdi. Ra'no chiqib ketgandan keyin Mardanning qilgan ishimi ish bo'lmadi. Kallasiga hech narsa kirmadi. Oxir Ra'noning o'zidan qechib istifa bermoqchi bo'lganini his qilgan Mardan, Ra'noni niyatidan yondirolmaydiganligini o'ylab, xizmatchilarning maoshiga, mas'ul kadrning ishxonasiga kirib, Ra'noning maoshiga yana ming qo'shib berishni yaxshi taplab qo'yib, ondan chiqib ishini qildi. Ra'no tushdan keyin hammaylan ishga tushgandan keyin buxgalterning yeniga kirib o'zining ketmoqchi bo'lganligini aytibdi. Buxgalter Mardanning topilgani bo'yicha Ra'noga hisobot qilib berganda ming pulni qo'shib hisobot qilib berdi. Shuning bilan Ra'noning bu kiyim tikish sexidagi xizmatimi oxirlashganga hisob bo'ldi. Mardan Gulginani ko'tirganicha sexdan chiqib ketayotgan Ra'noga qarab, beshini to'van sog'anicha ishxonasiga kirib ketdi. Chunki hozirgi ahvoldan qaraganda uning Ra'no bilan to'y qilishi, uning xushallik va qayg'ulariga hamdam bo'lishi, uni qanot ostiga elib qo'g'dishi mumkin emas edi. Bu haqiqatni u onasi Tunsagul bilan paranglashgan kuni kechicha o'ylanib, to'nib yetgan edi. Ra'no buxgalterning ishxonasiga kirib hisoblashganda, ortiq bu ming pulni qat'iy og'ili unimadi. Mardan to'g'ri o'ylagan edi. U Ra'noning bu pulni olmaydiganligini jazmlashtirgandan keyin buxgalterga bu pulni hamma ishchi xizmatchilar xizmatdan istifa berganda qayt xizmat tepib olish uchun beriladigan to'liqlama deb tushuntirgandan keyin ondan qabul qildi. Ra'no buxgalterning ishxonasidan chiqib ketgandan keyin buxgalter peshonalaridan chiqib ketgan tarlarni surtib etib, ondan dedi. Ra'no ketgandan keyin Mardanning korxonada turg'isi kelmay qo'ydi. Qo'li ish qilib bormadi. U kashda ishdan tushadigan vaqt bo'lmay turibla bir necha do'sti bilan aloqalashib, ularni chaqirib qaboqxonadan birga kirib rosa ichishdi. Mardanga zodi nemish bo'lganini bilmagan bu do'st birodarlar Mardanga qarab qo'yib, to'xtamay ichivergan Mardanni oxiri ichishdan to'sdi. Nima qilyapsan, og'ina, ha? Sana nemish bo'ldi? Bu degan hariq. Su ichganda ichivergan bilan yelili o'zing qiynalasan. Bizni bu davomli ichishdan to'sadigan odam nima bo'lding bugun? Meni bugun ishkilik qo'yinglar bo'lamdi. Meni bugun to'simanglar. Meni do'st qatorida ko'rsanglar, tang ichib beringlar. Bo'lmasa o'zimni bosib ishkilik qo'yinglar. Ey, zalin nima bo'ldi sana, ha? Degina. Bira amal bo'lib qala. Amal yo'q ekan. Hech qanday amal yo'q ekan. Shuncha o'ylabmi hech qanday amal topamadim. Shunda qilib Mardan hech narsa degili unimay, aroqni to'xtatmay ichib, xudini bilmagidek bo'lib qolganida, beli o'ltirgan do'stlari uni uyiga olib qo'yishdi. Do'stlari Mardanni uyiga olib kelganida yerim kecha bo'lib qolay deb qolgan bo'lib, eshikning qalaymaqan urilishidan uyg'onib ketib, chiqib eshikni ochgan Tunsagul Mardanning bu holatini ko'rib, qetib turib qoldi. Do'stlari Mardanni yo'liginicha yotoq uyga akirib yotqizib qo'yib, ondan Tunsagul bilan xo'shlashib chiqib ketdi. Tunsagul Mardanning do'stlariga xo'sh deb qo'yib, eshikni etib olgandan keyin Mardanning yotoq uyiga kirdi.
u eshik tubida uzun Mardonga qarab turib ketdi. Ondan berib Mardonni o'ngshab yotqizib, lo'ngini ho'l qilib kirib, Mardonning yuz qo'llarini surtib qo'ydi. Oyoqlarini saldirib, kiyimlarini almashtirdi. Bu ishlarni tugatgan Tunsagul Mardonga yotqanni o'ngshab yepib qo'yib, ondan o'zining yotoq uyiga chiqib yotdi. Mardonning bu holatda uyga kelishi tunji qitim edi. Bu Tunsagulga bakli ta'sir qildi. Mardon yordamga muhtoj edi. Tunsagul buni tushundi. Lekin bu ishda o'zimi Mardonga qanday yordam berishni bilmayotdi. Tunsagul uyan o'ylana, oxiri aplikini bir chorani o'ylab chiqdi va shundala ko'ziga uyqu keldi. Atsi Mardon tush bilan uyg'ondi. U ko'zini ichib, o'zining yotoq uyida ekanligini ko'rib, onasidan xijillik his qildi. Dadisi bir zavod bilan zakaz ishini deyishkili Shanxayga ketgili 5 kun bo'lgan. Bugun yoki atlardan kelib qolamikin. Lekin onasi uyda tursa, tunugunki shu atti bilan onasining oldiga kelgani qiziqda. Ay. Onam nima deb qolganda? Maslik, paslik degan rast gapgan. Aroq degan narsa shishning ichi turg'unda jim turg'ini bilan odamning ichi kirib bo'lgandan keyin yaxshi qilmaydi ekan. Oqshom nima qilganini qilib yurgandim. Mushularni o'ylab etib, texi xiyallarining oyog'i chiqmay turib, Tunsagul yotoq uyining eshigini ochib kirdi. Uyg'ondingizmi? Qandaqroq tursiz? Qiziq o'gir atdim, chiqib ichib deginicha Tunsagul Mardonning javob berishini kutmayla berib, yotoq uyining derazasini ochib etib, ondan chiqib ketdi. Mardon 10 minutning ichida nihoyat tezlik bilan yuz ko'zlarini yuyib, kiyinib tayyor bo'lib, mehmonxonaga chiqdi. Tunsagul allaburun tomoqni ep chiqib qo'ygan edi. Mardon qochidagi oshga qarab, nima qilishni bilmay o'ltirib qoldi. Tomoqni chiqib qo'yg'ili xeyli bo'lib qoldi. Yana ishmay o'ltirsangiz sovib qoladi. Dedi Tunsagul oshxonadan chiqib, tomoqqa qarab xiyol surib o'ltirgan Mardonga qarab. Ana, oqshom men bek satqil qilibdiman. Avval tomoq yeng, tomoqdan keyin sizga deydigan gapim bor. Bo'lmasa tomoq sovib qoladi. Tunsagulning bu gapi bilan Mardon gapni qilmay tomoq qachisini qo'liga oldi. Beshi urib chiqayotgandek og'irayotgan Mardonga bu o'gira shunchalik yoqdiki, odatda bir qachila tomoq yeydigan Mardon bu o'girdan ichkichini ichvatdi. Tomoqdan keyin Mardonni shunchalik issiq besib, beshining og'rig'imi to'xtab qolgandek bo'ldi. Mardon Tunsagulning oshxonadan chiqishini kutib, o'rnidan qo'zg'almay o'ltirdi. Tunsagul bo'lsa ko'nglida Mardonga demoqchi bo'lganlarini qandoq deyish to'g'risida o'ylang'ach, qoch-quchlarni yig'ishtirib etib, ondan Mardonning yeniga chiqdi. Ana, oqshom dedi nima deyishni bilmagan Mardon xijillikdan do'diqlab. Mardon, oqshomgi gapni deyishmayli, o'tdi, ketdi. Mening sizga deydigan bir gapim bor edi. Bilmadim, siz ma'qul ko'rasizmikin? Bu nima deganingiz ana? Qandoq gap bo'lsa deb bering. Sizmi cho'ng bo'lib qoldingiz? Qandoq ish bo'lsa ba maslahat bo'lgan yaxshi. Qenidan ana. Qulug'im sizda. Shu sizni Shanxaydagi navrakingizning shirkatiga berib bir mazgil o'rgangash, navrakingizga yordamlashamdikin deb o'ylagan edim. Ana, bu qandoq bo'la? Avval tushuntirishimni anglab yiqing. Sizning hozirgi ahvolingizni tushunaman. Lekin meningcha Shanxayga berib navrakingizga yordamlashgach o'rganib kelish sizga nisbatan bir yaxshi chiniqish fursati. Kiyim tikish korxonasini dadangizning sizningmi kengaytganingiz bor. Lekin qandoq kengaytish, keyingi qadamni qandoq mengish to'g'risida texi aniq bir nishon yo'q. Bundaq ahvol ostida korxonani kengaytgan holatdami, hozirgidan yaxshi bo'lib ketishini natayin. Qandoq dedim?